Qadimgi Termizning eng katta yodgorliklaridan biri bu Sulton Saodat majmuasi hisoblanadi. Mazkur majmua Markaziy Osiyodagi saytlarning eng qadimgi, eng katta kompleksi hisoblanadi. Bu majmua Termiz saytlari bilan bog'liq bo'lib, 9-asrda Termizda saytlar xonadoni shakllanadi va ko'plab boshqa saytlar ham, Musaviylar, Alaviylar kabi saytlar ham Termizga kelib qo'nim topadilar va asta-sekinlik bilan ularda demak mana shu yerda maqbarasi shakllanadi. Hozirgi ko'rinib turgan demak maqbaradan saqlanib qolgan maqbaradan bir necha 10 barobar katta demak majmua bo'lgan. Bu majmuaga faqatgina o'sha saytlarni avlodlari o'sha xonadonga tegishli kishilarning demak vafot etgandan keyin qo'yilgan. Endi Sulton Saodat degani bu xalq tilida ishlatib kelingan baxtlilar sultoni deb arabchadan tarjima qilinadi. Rasmiy nimalarda, hujjatlarda Sulton Saodat, ya'ni saytlarning sultoni degan ma'noni beradi. Sababi qayerda saytlarda sulolasi yashasa, o'sha yerda ularning naqiblari bo'lgan. U naqiblarini ular saylaganlar va asrlar davomida Termiz saytlarining naqibi Sulton Saodat nomi bilan mashhur bo'lgan. Fors tilida ayrim manbalarda Amir Buzruk kabi laqabi ham mavjud bo'lgan. Ana shu Sulton Saodat deganda demak bu nom Termiz saytlarini rahbarlari, naqiblari bilan bog'liq bo'lgan. Maqbara 10-asrda qurilib boshlangan hisoblanadi. Bu yerda demak o'sha bosh qabr Hasan al-Amir deb hisoblanadi. Bu albatta Sovet davrida 30-yillarda maqbaradagi barcha toshlar o'g'irlab sindirib tashlangan, buzib tashlangan va hozir har bir maqbara demak kim dafn qilinganligi demak tarixi haqida biz ochiq yaxshi ma'lumot bera olmaymiz. Mana aytishimiz kerakki, asrlar davomida shakllangan bu majmua 150 yil oldin demak asta-sekinlik bilan buzila boshlagan. Rossiya imperiyasi Termizni o'ziga demak forpost qilib olgandan keyin demak majmuaning katta qismini buzib tashlab, uning g'ishtlarini turli qurilishlarga ishlatib yuborilgan. Lekin aytib o'tish kerakki, bu majmuaning hozirgi saqlanib qolgan eng asosiy qismi ham eng qadimgi qismi saqlanib qolingan. Bu 10-asrda qurila boshlagan deb hisoblaydi olimlar va asta-sekinlik bilan uning yonida ham boshqa demak qismlari qurila boshlagan. Endi Termiz saytlarining vakillari juda mashhur vakillari butun islom dunyosida o'zining faoliyati bilan ma'lum va mashhur bo'lgan. Juda ko'p mamlakatlarda, misol uchun Turkiyada, Xitoyda, hozirgi Rossiyada, Pokistonda, Hindistonda ularning demak maqbaralari bor. Xuddi Sulton Saodat kabi shu maqbaralarda o'sha eng aziz o'sha termiziylardan chiqqan saytlar dafn qilingan va ular ham ziyoratgoh hisoblanadi. Bu ziyoratgoh eski paytlarda asrlar davomida payshanba kuni ziyoratchilar kelgan. Chorshanba kuni Hakim Termiziyda ziyoratchilar, keyin payshanba kuni bu yerda davom etgan. Lekin bundan 100 yil oldin Sovet davrida mana shu ziyoratlar taqiqlab qo'yilgandan keyin demak mana shu yo'nalish, mana shu chorshanba, payshanba kelib ziyorat qilish cheklab qo'yilgan. Bo'lib, mana mustaqillik yillarida bu yodgorlik yana qaytadan o'zini qaddini tiklayapti. Mustaqillik yillarida bir qancha ta'mirlash ishlari olib borildi. Masalan, Termiz shahrining 2500 yilligiga bag'ishlangan bayram munosabati bilan katta ta'mirlash ishlari olib borildi. Undan keyin 1919-yilda prezidentimiz kelib, yana qaytadan demak bu ta'mirlash ishlarini yanada kengaytirib, yangi vazifalar qo'yildi. Jumladan Sulton Saodat majmuasini oldida yangi masjid qad rostladi. Xullas kalomki, demak prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifa, ya'ni Markaziy Osiyodagi eng katta ziyoratgohlarga aylantirish vazifasi amalga oshiryapti. Hozirgi paytda demak Sulton Saodat katta bir ziyoratgohga aylanyaptiki,
nafaqat demak O'zbekistondan ziyoratchilar, balki butun islom dunyosidan ziyoratchilar kelib, bu yerni demak ziyorat qilib ketishyapti. Termiz sayyidlarining xonadoni vakillari birinchi navbatda albatta islom dinini targ'ib qilish, uni yoyish, uni rivojlantirishga o'zlarining katta hissalarini qo'shganlar. Shu bilan birga aytish mumkinki, Termizning naqiblari, ya'ni sayyidlarning rahbarlari bir davrda o'zida ko'p davrlarda shaharning hokimi ham bo'lganlar. Ya'ni dunyoviy hamda diniy demak hokimiyat ularning qo'lida mujassamlashgan. Jumladan 13-asrda Alovul Mulk Termiziy nafaqat Termizning hokimi, Termiz sayyidlarining naqibi, balki butun islom dunyosida xalifa darajasiga ko'tarilishga harakat qilganlar. Mana shuni o'zi ham Xorazmshoh tomonidan uning demak xalifa darajasiga ko'tarilishi ham o'sha Termiz sayyidlari xonadonining obro'yidan, ularning mavqeidan darak beradi. Termiz sayyidlari nafaqat diniy sohalarda, balki ilm fanning turli sohalarida, misol uchun Mirsaid Ali Termiziy Termizdan chiqqan eng buyuk rassom, eng katta rassom ham shu xonadon vakili hisoblanadi. Said Burhoniddin Termiziy Termizdan chiqqan eng buyuk, eng ulug', eng mashhur pedagog sifatida Mo'g'ullar davrida Qaysariyaga, Turkiyaga ko'chib ketganlar va o'sha yerda demak o'zlarining faoliyatlarini yurgizganlar. U kishining maqbaralari ham hozirgacha juda katta ziyoratgoh hisoblanadi Turkiyaning Qaysariya shahrida. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, Termiz sayyidlari ijtimoiy hayotning barcha sohalarida faol ishtirok etganlar va ularning eng albatta gullab yashnagan davri Amir Temur davri bilan bog'liq. Chunki Markaziy Osiyo tarixida o'sha eng gullab yashnagan davr bu Temur va Temuriylar davri bilan bog'liq bo'lar ekan. Termiz sayyidlari ham demak Amir Temur davrida juda katta mavqega ega bo'ldilar. Ular butun Movarounnahrda Amir Temur davrida o'sha diniy yetakchilik qila boshladilar. Xususan Shahrisabzda Gumbaz Saidon maqbarasida Termiz sayyidlarini bir vakili nima qilingan. Samarqandda juda ko'p demak Amir Temur avlodlari bilan Termiz sayyidlarining o'sha Musaviylari dafn qilingan. Toshkentda Shayx Xudovandozada Tohirni faoliyatini ko'rishimiz mumkin. Shayx Xudovandozada bu Termiz sayyidlarini asrlar davomidagi laqabi hisoblanadi. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, mamlakatimizda turli o'lkalarda, turli joylarda ham biz ularning faoliyatini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu narsa ana shu Temuriylar davrida ayniqsa rivojlanadi. Temuriylar bilan Termiz sayyidlari qarindosh urug'chilik nuqtai nazaridan ham chambarchas bog'lanib ketadi. Juda ko'p Temuriylar hamda Termiz sayyidlarining o'zlari ham bir-biri bilan demak oilaviy tutashib, qarindoshchilik rishtalarini bog'laydi. Keyinchalik esa Bobur bilan demak juda ko'p Termiz sayyidlari Hindistonga borib ketib qolishadi va ularni demak vakillari hozirgacha o'sha Termiziy nisbasini saqlab, hozirgacha demak Hindiston, Pokistonda o'zlarining faoliyatlarini davom ettiryapti.